Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiyada size Hacı Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çiğsağış Kemen 20. yıl, 7. ayının 26. günü ettiği yakşembe. Biz ötkende sizlerge Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşlakatı Mike Pompeo'nun Kaliforniya Nixon namıdı kütüphanada sözlügen notqını anlatqan edik. İki kısımdan leksiya qılıp sizlerge anlatqan edik. Hazırkı vaziyetten eysaq meselen muşu nutuk ilan qılınğandan keyin matbuatlar bütün torbetleri, yani universal matbuatlar çoğunqur tahlil qilishga başladı. Onun üstüge isimlerde hürmetli vatandaşlar. 7. ayının 21. günü Houston'daki, Texas ştatı Houston şehrideki Xitayning konsulxonasi taqalğandan keyin 23. günü Jungo bununla cavaben Amerika Qo'shma Shtatlarining Chengduda Sichuan Chengduda turishli konsulxonasini taqadi. Bu ishga o'tirdi hozir o'zaro konsulxona taqash dolqini yoki ziddiyatlar, ikki davlat o'tirishki ziddiyatlar, endi konsul darjilik voqeaga ko'tarildi. Hozir vaziyatni tahlil qiluvchilar mushularning hammasi qo'shib tahlil qilyapti. Bugun endi sizlarga shu nutqning Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo so'zlagan nutqning davomini anlatımız hürmetli vatandaş. Mavzu: Komünistik Jungo ve erkin dünyanın kelgisi. Devlet işler kotibi Mike Pompeo sözlügen nutqning davamı. Bunun sel buran Aksaray devlet bir xatarligi maslahatçisi bundaq bir misalını o'ttirib qo'ydi. Van Gogh Amerika aviatsiyasi Delta ve Amerika Birleşme Aviatsiyasi hammasi o'zlarining torbetleridan Tayvan degan ismni chiqarib itib, Beijingning g'azablanishidan saqlandi. Bu yerden yiroq bo'lmagan Hollywood kino studiyasi, bu Amerikadagi ijodiyat erkinligi markazi ve o'zlarini ijtimoiy adolatning hakimlari biz deguvchilar odatdagi Jungoga foydasiz bo'lgan bir eg'iz gapni qilib qo'ygan bo'lsa, o'zini tekshirishga majbur bo'ldi. Şirketçilerin Jungo'nun deganlarini qabul qilishi dunyoning har qaysi joylarida yuz berdi. Şirketçilerin bundaq sodiq bo'lishning unumi qandaq bo'ldi? Bunda xushomadga ko'ngil qaytirish yuz berdimi? Men sizlarga Adliya ministri borining bir jumla so'zini naql qilib keltiray. O mundaq dedi: Jungo hukmronlarining eng oxirgi g'arizi Amerika bilan savdo qilish emas, balki Amerikani bulang-talang qilishdir. Jungo bizning eng qadrli aqliy milliy huquqimizni va savdo maxfiyatligimizni o'g'irlab, Amerikaning har qaysi joylarida millionlagan ish o'rniga buzg'unchilik qildi. O, yani Jungo Amerikadan ta'minlash liniyalarini elib ketdi. Keyin qullo amgigi mas'uliyatlarini qo'shdi. O, Jungo dunyoning halqiliq suv yo'llari, dengiz qatnash yo'lini savdo tijoratda xotirjam bo'lolmaydigan yo'llarga aylandırıp koydu. Prezident Nixon şu çağda mundaq degan edi: bu dünyanın ishqini Jungo Kompartiyasiga ichib berib, g'ayri maxluqot Franklinistan yaratganligimdan ansirayapman. Nima deydi? Ayni çağda Prezident Nixon mundaq degan edi: bu dünyanın ishqini
Cungo Kompartiyasiga echib berib, g'ayri mahluqot Franklinistan yaratganligimizdan ansiravatıman. Bu Franklin nimaga qartildi buni bilmayman. Ayni chaqda 30 yillar 20 asrning 30, 35, 39 yillar oralig'ida İspaniyada o'tgan eng dangdar, ya'ni eng vahshiy mustabid Franklinni ko'z tutayotgan bo'lishi mumkin. Bu demek hazır biz turayotgan vaziyatdir. Belki samimiy odamlar uzun yillardan beri erkin davlat bo'lib yashab turuqliq. Nima buncha yomon ishlarning yuz berishiga yo'l qo'ydik deb savol qo'yishi mumkin. Belki biz dastlabki chog'larda Cungo Kompartiyasining zaharlik zimlariga to'la oq ko'ngillik bilan muomala qilgan bo'lishimiz mumkin. Yoki sovuq munosabatlar urushidan keyin cho'qim g'alaba qiladiganligimizga ishongan bo'lishimiz mumkin. Va yoki bizning och ko'z kapitalist bo'lganligimiz va yoki Beijingning tinch yo'l bilan bosh ko'tarishi deydigan sapsatalarga aldangan bo'lishimiz mumkin. Qanday sabablar bo'lsa bo'lsinki, Cungo hozir o'zining davlat ishida borgan sira zo'magarlik qilyapti. Borgan sira hayva ko'rishda dunyoni va dunyoning boshqa joylaridagi erkinlikni dushman chaqlayapti. Prezident Trump allaqachon dediki, bo'ldi, yetarlik, dedi Prezident Trump. Men Amerikada ishga partiya ishidan nurg'unlagan kishilar bugun men keltirgan paketlardan gumon qiladi deb qaramayman. Lekin hozir bo'lsa-mu ba'zi kishilar ching turib, elaqadak dialogli kunla ilgirlashni saqlab qolishimiz kerak deyishi mumkin. Hozir mening aniq aytib qo'ydiganim shuki, biz yanala suhbatlashishda ching turamiz. Lekin bugungi kunlarda Cungo bilan o'tkazilgan suhbatlarimiz burunqi chog'larda o'tkazgan suhbatlarimizga o'xshashmaydi. Bir necha hafta burun men Hawaii shtatiga berib, Honoluluda Yang Jiechi bilan ko'rishdim. Yang Jiechi Cungoning diplomatiya sohasidagi amaldori. Ko'rishdim. Yanala burunqidek gap baktola. Her qandaq bir ishni o'zgartirish to'g'risida har qandaq bir harakatni o'ttirga elib chiqmadi Yang Jiechi. Yang Jiechining bergan va'dasi Cungo Kompartiyasi buningdan biron bergan va'dalarga o'xshash qop-quruq edi. Men shu chaqda mundaq faraz qildim. Yang Jiechi mening uning talablariga tez pikishimni umid qilatdi. Devamını anlayış, hürmetli vatandaş.